Diqqat qiling, O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 12-dan 15-aprelgacha bo'lgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12-13 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 14 va 15 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12, 13 va 14 aprelda 10-15 daraja, 15 aprelda 8-13 daraja. Kunduzi esa 12-13 aprelda 23-28 daraja bo'ladi. 14 va 15 aprelda esa 15-20 darajagacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12, 13, 14 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 15 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12 va 13 aprelda 10-15 daraja, 14 va 15 aprelda esa 12-17 daraja bo'ladi. Kunduzi 12 aprelda 23-28 daraja issiq, 13 va 14 aprelda 25-30 daraja issiq va 15 aprelda 20-25 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13, 14 va 15 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja. Kunduzi 13, 14 aprelda 23-8 daraja, 15 aprelda esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 12 aprelda Qashqadaryo viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 15 aprelda ba'zi joylarda 13-8 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12 va 13 aprelda 10-15 daraja, 14 va 15 aprelda esa 12-17 daraja issiq bo'ladi. Kunduzi 12 aprelda 20-23 daraja, 13 va 14 aprelda esa 24-29 daraja va 15 aprelda 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13, 14 va 15 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 12 aprelda kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. 13, 14 va 15 aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 13, 14 aprelda 23-28 daraja va 15 aprelda 20-25 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12-13 aprelda vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 14 va 15 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-13 aprelda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 14 va 15 aprelda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 10-15 darajadan 15-20 darajagacha o'zgarib turadi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.